3 xonali yoki 4 xonali kvartirani elektromontajini yakunlab, uni shitini yig'dirmoqchisiz va mana shu shitni oldindan tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Ketdik. Demak, shitimizni obzor qilamiz. Panasonic brandidan 4 ta 16 tali shitni bitta qilib ulaganmiz va uni o'rnatganmiz. Bilasizlar, bu shitlar bir-biriga ulanadigan transformer hamda Vico avtomatlardan foydalanganmiz. Xonadonimizga, demak, glavniy kiraverishli 2 polisli Vico avtomatini qo'yganmiz. Undan keyin Digitop brandidan relay напряжение hamda 2 ta kontaktor qo'yganmiz. Rozetka va освещение uchun master vyuklyator orqali boshqariladi. Mabodo kontaktor muammo bo'ladigan bo'lsa, bypass orqali to'g'ridan-to'g'ri tokdan foydalanish imkoniyatini ham qilib berib ketganmiz. Pastki qismimizda, demak, birinchi qavatimiz hamda podvalimizning освещениялari o'z navbatida ularning oldida uzuvlari ham bor. Ushbu avtomatlarimiz, demak, ortiqcha yuklamaga hamda qisqa tutashuvga ishlaydi. Pastki qavatimizda, ya'ni bu shitimizning pastki qavatida birinchi qavatimizning rozetkalari hamda uzuvi bor. O'rtasiga, demak, Nura brandidan yong'inga qarshi qurilmani qo'yib ketganmiz. Mabodo keyinchalik shitimizda nimadir bo'lib, muammo bo'ladigan bo'lsa, ushbu qurilma yong'indan bartaraf qilishga ishlaydi. Eng pastki qavatimizda, demak, podvolimizning rozetkalarini qo'yganmiz. O'z navbatida uni ham uzuvi bor hamda uchmaydigan liniyalarimizning avtomati va uni ham uzuvi bor. Demak, xudo xolasa ko'rib turganingizdek shitimiz juda ham chiroyli chiqdi. O'zimizga ham, mijozimizga ham yoqdi. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum.